zaman almashga oldin o'tadi deb o'yladi, o'tmadi. Ana yoqda mos qo'shildi, mana oldin qilyapman. Qancha vaqt ketdimi? 240 ming yo'da, 3050 dollar. Mana shuncha 3020 dollar. 3020 dollar. Hisoblang 300 ming rublga o'chib qo'ymaychi bo'ladi. Qarachi sovg'a qilish deyapti. Da, bunaqa mashinalar atmosferaga vid beradi va ozgina insonga motivatsiya beradi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Samoydin va ushbu vlogda bugun sizlar bilan birgalikda spontanniy nima deydi, birdaniga poyezdka, xolos poyezdka Pitserga boryapman. Вообще planda yo'q edi. Kechasi o'tirgandik Ali akam bilan hamda. Kechasi o'tirgandik, birdaniga kelib qoldi. Ertaga davay Pitserga ketamiz dedilar. Men aytdim, "Хорошо, давайте тогда." Sразу uyga borib, narsalarimni olib, hozir nimaga keldik? Poyezdga. Ko'rishinglar mumkin. Xullas Pitserga 4-5 kunga dam olgani boryapman. Vlogga boraman, nimalar qilaman, qayerlarda boraman, hammasini ko'rsatib boraman videoda. Albatta, like bosinglar, podpiska, kommentariy. Mana shu yerda kommentariy, mana shu yerda like bosadigan knopkacha turibdi. Shunday bosib o'ringlar. Yangi bloger. Imini YouTube'da vloglarni olib boradigan. Birinchi marta Pitserga borib vlog qilyapman. O'ylayman, qiziq bo'ladi. Bo'lmasa o'zi Ocharadiga turamiz. Oxiriga borib. Xullas, aloqa bilan ketyapmiz. Hozir ishini ham obzor qilib ko'rsataman sizlarga. Bu endi tez yurar poyezd emas, bu Pobeda kompaniya. Tez yurarmi? Tez yurarmi? Tez yurar. Avrora mana bunda ketishimiz kerak edi, короче. 2 etajlik. Bu 2 etajlik, buni plyusi sideniyasi откидной. Aha. Buni sideniyasi откидной и bu qimmatroqlik. Bu poyezd 4800. Bunda ham sideniylar narx bo'lishi kerak примерно, lekin невозвратно qilib olganimiz uchun kecha kechqurun 6 soat 7 soat oldin oldik-ku, Da. 2,5 mingdan. Bunda yubor ketadigan vaqti bir xil. 5:32 da ketadi, 6 da ketadi. 6 da rovno yurib ketadi. Har kuni bu Aurora Pitserdan Moskvaga 6 ga, Moskvadan Pitserga Aurora 6 ga. Biz mana shu Auroraga borishimiz kerak edi, lekin men bunga oldik. Men o'zim bir marta bunga o'tirganman, Pitserdan o'sha 1 yil oldin kelganimda. Bir marta. Hozir ikkinchi marta o'tirishim bunga. Xullas, mana ko'ryapsizlar, odam ko'p. Vagonda turganimdan keyin ko'rsataman videoda. Xullas, hozir vagonga o'tirdik. Sizlarga ko'rsataman, obzor qilib. Suv ichishga keldik. Oddiy shu elektrichkani, shu RJD vagonlarga o'xshaydi. O'sha o'tirib 5-6 soatga boramiz. Bizani joy. Mana oldinda nimasi hech narsa yo'q. Rahmat aka. Endi biz bitta tezligim soat bizda hozir 5 dan 58 da. 11'da. Demek do'stlar, biz keldik Sankt-Peterburgga. Bizda hozir soat ustamiz 11:08. Roma 6 soatda yo'lda. 6 soat yo'lda. 5 soat. 5 soat. Ular 5 soatda keldik. Sankt-Peterburgga hozir chiqamiz, poyezd to'xtashiga bir 5 minut qoldi adashib. 5 minut emas, 2-3 minutda hozir chiqamiz o'sha. Ular zo'r maza qilib uxlab keldim. Siz ham uxlaysiz, maza qilib. Yaxshi, mana shunday. Hamma bir-birini kutib olyapti. Kutib olyapti. Kelibsan Pitserga. Rahmat aka. O'zi nima uchun Pitserga kelyapti? Bak, o'zi nima uchun Pitserga kelyapti? Kecha spor ketdi. Moskva City'da yuribmiz. So'rayapman, normalniy ovqat qayerda bor deyapman. O'zbek ovqat qayerda bor? Avazlichki deyapti. Avazlichkiga boryapmiz. Endi ismi choyxona nomer edingda. Choyxona nomer eding, Avazlichki ekan. Ikkita oказывается, короче.
Hop. Kiryapmiz, yeyapmiz, yulab. No, mezinchikimdan ozgina kattaroqda. Mezinchikimdan ozgina kattaroq razmeri. Mezinchikimdan ozgina kattaroq. Ular bu endi shashlik. Shashlikmi? Shashlik. Mezinchikimdan ozgina kattaroq razmerda. Ha, kichkina edi. 900 rubl. Aytdi, kuldim-da, kuldim. Ha, mayli, o'tiraylik aka, o'tiraylik dedi. Ha, mayli dedi. Endi keyin yeb bo'ldik, uyga kelyapmiz, o'tiribman, qornim ochdi hali ham. Yeganday bo'lmadim. Ikkita shashlik yedim. Ikkita shashlik yedim. Non, salat. Qornim och. Getirib-metiribman, syomkam bor edi, syomkamizni, короче, Piterga ko'chiradigan bo'ldik. To'shda borib syomka qilish mumkin emas. Metib ketdik Piterman bu. Men senga naстоящий kuxnyani ko'rsataman. Вот реально o'zbekcha kuxnyani ketdim men bilan Piterga. Kecha kechasi gapirdik. Piterga shunday bilet kirdik, bilet oldik. Ikkita joy bor ekan kakda. Da, как раз mana shunga vastishga ikkita joy bo'lgan, shuni oldik. Uyga borib kiyimlarni olib keldi, shuni turib kelyapmiz. Ha, kiyima, ryukzak oldim. Shunday 1 soat uyga borib narsalarni olishdan keldim, Piterga keldim. Qani endi ko'ramiz Piterda qanday zo'r joylari bor ekan Lov dedi. Nomeradinga boramiz. Hozir ertalabki nahorga issiqqina kirib osh ketadi, aka borganimizda ochiladi. Zavtrakka xullas osh yeymiz. Da, zavtrakka osh tashlash uchun. Mayli. Zavtrakka osh yemasak u Gunoh bo'ladi. Ha, hisoblanadi. Xullas odam pakashtu ko'p. Bu yoq endi Moskovskiy vokzal. Moskovskiy vokzal Sankt-Peterburgning sentrida joylashgan. Eng nima deydi? Yuragi deyishadi. Endi bu yoqni samit sentri. Ploshad shahrida, haykali shahrida ploshad sentri. Hozir chiqqanda ham ko'rsataman. Rosa chiroyli joylar. Menga to'g'risi yoqadi. Sankt-Peterburg исторический shahar bo'lgani uchun men yoqtiraman. Bu yoqning istoriyasini ham. Chiqib birgalikda harakat qilaman kamera ortidan sizlarga bo'lishishga. Hozir chiqib olaylik, davom etamiz videoni. Bu yoq menimcha o'tiradigan joyi, poyezd kutadigan joyi-da chiroyli ekan, magazinlari ko'p. Bu tepada Piterning metrosini kartasi, adashmasam bu nimaning kartasi bu? Bu Rossiyaning kartasi. Ha, Temir yo'llarining kartasi. men Piterning metrosini deyapman. Rossiya temir yo'llarining kartasi. Da, Novgorod, Moskva, Rizan. Da, mana haqiqatan katta ekan. Temir yo'llar. O'rtada qanaqadir haykal bor, Sankt-Peterburg. Buni chiqish joyi bu qanaqadir rasmlar bor ekan. 1951-yil qurilgan deb yozyapti, 100 yil bo'libdi. Xullas исторический joylar, vokzal ham shunaqa. Istoriya. Bu mana shu yer Moskovskiy vokzal. Piter samый sentr, odam rosa ko'p bu yerda. Taksi haligacha ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin, город героя Leningrad yozilgan. В городе героя Ленинград. Mana bu yoq taraf Nevskiy. Bu Nevskiy. Nevskiy ko'chasi samый знаменитый ko'chalardan biri. Biz o'z Piter ko'chalarida yurib, bitta mana bunaqa narsaga ko'zim tushdi. Sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana bu mashin suv sepib yurar ekan. Hozir endi sepadimi yo'q ko'ramiz. Qani? Yo'q, qilmadi. Xullas suv sepib ko'chalarni polностью xo'l qilib yurar ekan. Sabab nimaga bunday qilishini men to'g'risi tushunmadim. Menimcha yo'llar toza bo'lishi uchun yoki issiq hozir quyosh issiq. Ha, bu sallarga salqin berib, takoy tepalarni ham suvga tegizib, xullas nimagadir sepib yuradi, bilmadim nimaga. Aka, osh tugagan bo'lsa-chi? Yo, tugamaydi. Kamida soat 2 gacha bo'ladi osh. Ulgurmasak. Osh 2 gacha bo'ladi. Bu endi kimning restorani? Yo'ldosh aka restoran. Birinchi restoranlarimi? Nechinchi tochka bu? Bu kishi ham ikkita uchta tochkalari bor, adashmasam, 4 ta. 4 ta adashmasam. Ha, bu barber shop. Bu yo'q, ikkinchisi bu. Birinchisi Tayva konstruktori. Nima kafe restoranning ismi? Kafe plov nomer 1. Kafe plov nomer 1, qarang. Mana shu restoran keldik, kafe plov nomer 1. Hozir kiramiz. Qani ketdik. Yo'q, menimcha birinchi marta kelishim. Yo'q, yaxshi ishlanib buni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz mana menyu bizga qilyapmiz. Da, moment olib kelsangiz. Birinchi lekin osh. Birinchi lekin osh. Achichuv ikkita. Nonchi. O'tirmasdan zakaz qilamiz.
ichishga bitta kola, ikkita osh, salat, non. Ko'ramiz hozir. Ta'min ko'ramiz qanaqa ekan. Men bu yoqda birinchi marta kelishim. Menimcha ko'rinishidan yaxshi. Endi rasmdagi bu menyudagi ko'rinishdan yaxshi. Hamma narsa bor. Холодный закуски, баклажановый салат, bu соленый салат, bu da мясной ассорти. Bu yerda bizda Turkiyada mana bunaqa ovqatlar yeganman. Bu grenki qanaqadir. Xullas Turkiyaning kuxnya, mana bu ham Turkiyaning kuxnyasi. Bu hamma narsa bor menyuda. QR kod. Pauza qilinglar, skan qilinglar, hammasi chiqadi mana shu QR koddan. Endi Rossiyada o'zbekskiy kola topish qiyin-da. Aslida olsak, endi bu yoqda o'zimiz yurganlar biladi qanday. Rossiyada o'zbek kola topish qiyin. Adashmasam bu yerning ichkarida ham kabinkalari bo'lishi kerak. Ichkarida ham joylari bor. Kelib biz zalda o'tirdik. Okalarga yomon baland qilib. Mayli endi. Tak, bizga yana lyot olib keldilar. Endi Aliyaga qayerdir ketdilar, bilmayman. Men lyotni qo'yaman, lyot bilan. Shunaqa apparat bor. Короче, lyot tayyorlab beradi. Nedavno shu O'zbekistonda qaysidir bloger reklama qilish boshlagandi mana shu apparatga. Короче, lyot qilib beradi o'zi, mana shu muz qilib beradi. Shunaqa formada xullas. Yaxshi. Ko'ramiz. Hozir endi osh keladi, tatib ko'ramiz, tamaga baho beramiz. Salat olib keldilar mana. Ikkita shu. Hozir ovqatdan oldin kim men yaxshi ko'raman, to'g'risi ish qilishni. Yoshligimda siz ham qilardingizmi yo'qmi? Kolaga nonni botirib. Oldin qilardim. Oldin qilardingiz-a? Endi hamma qilganda bo'layman unda. Oshni obzor qilaman. Mana. Mana osh. Mana bay. Salat, osh. Alaka yoqimli ishtaha. Rahmat. Alaka mana bugun osh yeyishga olib keldi. Peterning zo'r joylaridan biri. Ovqat yeb bo'lgandan keyin biz davom etamiz. Men qo'rlamoqchi. Jog'li shashlik ham bor. Ruxsat yo'q-ey. Bitta aytay. Qaranglar, kecha biz shashlik zakaz qildik Cityda. Mana bunaqa edi, mana. Rasmda ko'rsangiz. Barno rejamdan ozgina katta. 4 tasini bitta qilsa shunday keladimi yo'qmi? Kechagi 4 tani. 3 tasini bitta qilsa keladi. O'zi kichkina edi-da, xullas. Lekin men shu bir yaxshi restoranga olib boraman akamda deb kecha restoran ham parod qildilar endi. Nima deysizlar endi? Bizani joymas ekan. Yo, restoran gapi yo'q, biz bu uchun normalmi? Ular o'zining klientskiy bazasi bor, biz ularning klienti emasmiz-da. Da, bizga Biz просто to'yib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Mana bu yerga o'zing yetlasang, bizdan bozorni kelyapmiz. Men o'tiribman, hidlayapman. Kirti bozorni bilan ishlaysizmi? Da. Kirti bozorda ko'chada shashlik pishirardi. O'shani edi. O'shani hid uryapti. Piyosasi bilan. Men mana shunisiga kayf qilaman. Yeyishdan omelading biz yeyishda. Aytma. Tak, ovqatlanib bo'ldik do'stlar. Hozir osh yeb bo'ldim. Menga rosa ham yoqdi. Oldin men bunaqa ko'p ovqat yeb bilmasdim, sababi oshqozon qiynaladi menda, ozgina shunaqa narsa bor. Bu safar prям chotki ketdi. Hozir endi shashlikni men yeolmadim, endi ozginasini yedim. No, qoldi. Rahmat, sog' bo'ling. Bu shashligimiz bizani saboy qildik, yeb bilmadik, kuchimiz yetmadi, meni kuchim yetmadi. Mana ya. Xullas, adres mana shu. Kim bilsa bu ko'chani kafe plov nomerading. Maysenka bo'yicha. Mana, Maysenka 8B. Mana shu adres. Shunday kartaga urasizlar, shuni olib keladi. Guvoh nomeri edi. Maslahat beraman. Mana bu birinchi vlogim. Vlog Sankt-Peterburg. Короче, ofisga keldik. Samolyotdan уже ishga kirib ketdi. Samolyotdan уже analiz qilishga kirib ketdi ishlariga. Kompyuter olmabman-da endi. 12 soatmi, 12 soatdan beri. Kecha syomkadan keyin chiqqanimizda siz bilan. Da. Bitta ustimdagi narsani almashtirishga ulgurdim, bo'ldi. Seriyozmi? Короче, shunaqa. Ofisga keldik biz. Короче, samolyotdan haligacha ham ishlayapti. Soat 6 bo'lyapti. 5:30. 5:30. O'tirib ishlayapti. So'ram tugab qoldi bir Tugab qoldi o'sha. Tushib ketdimi? Da, ulgurmadim bunga. Bu menga farqi yo'q. Tepaga ko'tariladimi, pastga tushadimi? U yoqda ham bu yoqda ham ishlaymiz. Da. Bir xil. Ikkalasida ham pul ishlaymiz. Da. Ikkita o'ynamoqda. Da. Xullas shu o'tirdik, hozir ishladik. Soat 5:30 bo'ldi. Xudo xolisa plan qanaqa endi, qayerga boramiz? Hozir nasib videoni chiqaraylik. Videoni chiqarganda bugun kechki ishing bor, ishingni qilasanmi?
farqi chiqamiz desangiz ham. Qayerga chiqamiz? Qayerga olib chiqay? Piter ko'chalarini bir aylanadi. Razvodmi? Ofisda bolalar ishlayapti. Aysa atmosfera nima deydi? YouTube'dagi ko'rayotgan videolar bor-ku. Производствоsi mana shu yerda. Bu endi sekretli joylardan biri, no bilib qo'yinglar. Hozircha bu Peterda bu, Moskvani hozir yo'lga qo'yganlar, ofisda ko'rsatamadi. Moskva borganda obzor qilib beraman. Hozir bugun video chiqishi kerak. O'shan harakati. Hammaga xayrli kech. Bizda soat 9:52 da 10. Biza hozir ofisdan chiqdik. Men ham ishlarimni tugatdim. To'g'risi yo'ldan ham charchagandim ozgina. Shuning uchun bugun vaqtliroq chiqib, endi uyga boramiz. Bugungi kunim ham tugadi. Uyga borib, dam olib. Hozir Ali aka bilan yo'q. Birinchi marta o'tiryapman mashinamga. Ish qanday bo'ldi aka bugun? Yaxshi, vроде бы. Charchamadingizmi? To'g'risimi? Charchadik. Bugun kunni ham tugatdik. Montajdan hammasini sotib qilib tugatdik. Chiqdi videolar. Sekin uyga boramiz endi. Hozir borishga по пути men Peter ko'chalarini harakat qilaman, chiroyli kadrlarga tushirib, sizlarga ham ko'rsatishga, chunki rosa chiroyli. Suv yonidan agar o'tmasak ham, xullas ko'chalarning ichi ham prям nima deydi? Исторический ko'chalar kabi, xullas borganda ko'ramiz. Men sizlarga harakat qilaman ko'rsatishga. Hello. Okalar bu Peterdan kechki vid. Hozir bu joyga borib to'xtaymiz, tushib ko'rsam, asha chiroyli. Most qanaqa? Kichkina mostda o'tyapmiz. Bu most ochiladimi yo'qmi? Ochiladi. Mana shu most ham ochilar ekan. O'rtasi ochiladi faqat. Orasidan endi. Xullas chiroyli, asha chiroyli. Yurasiz, mazza qilib ertalab probejkaga chiqsangiz. Voy. O'yin oldi bo'lsa ham chiqmaysan. Yo'qmaydi. Bular nima baliq ham tutyapti bular bor-ku. Baboychalar baliq tutadi. Интересно. Hozir anaqa zamon almashgan. Oldin odamlar peshxoddan o'tsa, hozirgi zamonda gelik peshxoddan o'tadigan bo'lgan. Hozir yashil yonadi, kelar bizaga. Ulgurmadim-da syomka qilishga. Xullas bu peshxoddan o'tadi hozir 100%. Блин, ладно. Ulgurmadik. Xullas do'stlar, biz hozir parkovka qildik mashinani. Harakat qilamiz kirishga ichkariga. Mana bunaqa bayram ekan, qanaqadir bugun. Mana biz mashinamizni parkovka qilib qo'ydik. So'rayapmiz, bilet bormi yo'qmi, ha? Yo'q dedimi, kishiga 3000 dan. Qo'ygin. Ana yerdan so'raylik. Ha, ketdik. Ikkita berdi-da. Bular buniki. Перегородка yo'q ekan, ha? He, aslida. Ha, bo'ldi. Xullas bitta tashlab chiqsam ham bo'ladi, если что. Aqil. Bitta tashlab kim hech biror nima deydimi biror kishi? Yo'q. Zo'rsiz deydi. Bular oyog'ini tiqib o'tiribdi. Men ham nima qilyaptilar bu kishi? Xullas biz nimaga o'tirmoqchimiz? Bilet olmoqchimiz. Bular bu yerda ko'p, 5-6 ta bor. Har xil, xullas hammasi har xil narx aytadi. Kimdir 2000, kimdir 3000, kimdir 1.5, xullas shunaqa. Mana bunaqa kiradigan joylari ham. Neva Travel. Ko'raylik qanaqa. Mana bu yerda arzonroq ekan, ha? 1200, 1400 detskiy. Men kichkinaman. Nima qiladi bu? Qayerga boradi bu? Xullas, mana biza qayerda? Biza ko'rsatadi.
Ой, бля. Это не Урлап. требовал. Он сколько часов будет катать? Остановkalari bor ekan o'zini suvda. Мосты повесили, он 2,5 soat. Он 2 часа. 1 soat degilari yo'q. После этого мы на машине можем на Финляндск уехать, да? Финляндский в той стороне. Да, туда, короче. Qani men sizlarga ham ko'rsatay, qani nimalari bor ekan bu yerda. Ha? Farqi yo'q aka. Bari bor ekan-ku. O, товарищ капитан. Разрешение. Mana bu bizani. Bu? Mosты повесили на дне. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Xullas mana buni olamiz deyapmiz. 2 soat ekan, 2 soat bizani aylantirar ekan. Biletlari qimmat emas. 7 ta most. 2 soat endi biza aylanib yurar ekanmiz. Menimcha har kun emas bunaqa narsalar. Bugun bayram bo'lgani uchun Уважаемые пассажиры, пожалуйста, маленьких детей за руку держите. Бегать по причалу небезопасно. Da, yiqilib ketadi, ushlanglar bolalarni deyapti bu. Yaxshi mana shunaqa aylanib yursangiz ham. Mana bunaqa mashina kelib va mana bunaqa joylar ham bor ekan ostida. Hozir qayerga ketamiz endi? Qachon boshlanadi bu? Qachon boshlanadi? 0005. 00:05. Hozir soat necha bizada? Hozir soat 23:47. 23:47. Soat 30 minut. Oba есть бар. Ketdik, подходите, подготовьте билеты dedi aka. Bering biletlarni подготовка qilaylik. Instagram ko'rib o'tiribman, samolyotdan post qo'yib. Da, reelslar kutyapman-da, reelslar tayyor bo'lsin tezroq. Post qo'yib yuribman-da. Образкачан говорю. Bugun qildik-a shuni. Интересно образкачать. На уровне мистера Биста. Или они на нашем уровне? Прикольно. Ya, seriously, zo'r chiqqan обложкani qaranglar. Bu nima deydi? Ijodda bu, ijod. Boshqa narsa deb bo'lmaydi bu narsani. Yarim soatda tayyor bo'lgan narsa. Конечно. Отдельно берamiz. Ikkita bizdan, две наши. Я и он. Это с собой, да? Да. Спасибо. Aka Ali, kapitan. Rulni oling qo'y. Restoranga qo'ymayapti jimini. Menimcha bar dedi-ku, faqat anaqa yo'q-ku, ovqat yeydigan nimasi. Ichki, mana ichkari bar. Короче, Echkini turmasin o'zimizga. hech kim o'tirmaydi. Men aytaman. Ketdik shu bilan aylanamiz. Bu mazza ekan, ha? Ryapushkaga minsak bo'lar. Ha? Ryapushkaga minsak bo'lar. Qayer, nima u? Mana shu. Nima uchun? Yoqmayapti. Nimasi yoqmayapti? Bunaqalarga o'zi kam minganman. Ko'p kattami yo'q, ko'p kichkinami? Ha, boraylik qani bir gap bo'lar. Mana bu bittasi keldi. O'zi u biz chiqib ketamiz, ana parkovka qiladi. Menimcha. Ham odam bo'ladi-da, umondan o'tkazdagan. Da. Kapitan Olga xullas haydadi. Haydadi, men suzdimi, nima deydi endi? Suzish boshlandi. Короче, yo'riqlar. Mostni o'tdik, ha? Yo'q, hali endi boshlanadi mostlar. Ha, bu mostda emasmi? Yo'q, boshlaymiz Shiladan, lekin hali mostlar anavlari endi boshlanadi. Toshto ochilishi. Bu yoq ham to'lib ketdi. To'lib ketdi bu yoq. Hech kim bo'lmayapti. Lekin odam ko'p, ishoninglar, odam to'lib ketdi. Hozir yorug' joyga chiqamiz. Da. Video qilamiz. Xullas atmosfera mazza qilib o'tiribman. Такой живой jazz bilan. Menga eng yoqadigan atmosferadan biri. Video ketdi. Most o'chirishga keldik. Hozir endi most tagidan o'tadi deb o'yladik, o'tmadi. Ana yoqda most o'chirildi. Mana oldin qilyapman. Endi qaytyapmiz aka. Yo'q, bu yoqdagi most ochiladi. Yana bor, ha? 4 ta most bor. Voy, buni qarang. Bu biz bilan poyga o'ynayapti, poyga. Mirage. Bizaniki Aurora. Yo'q, Ha. Nero Peter. Xullas, kema teplaxoda rosa ko'p ekan. 1, 2, 3, 4, 5. Hammasi prям odam ko'p ekan hammasida aka. Bugun bayram kun bo'ldi. Ha. Bugun ben военно-морской флоте или shunaqa narsa bugun, короче. Do'stlar, xullas mostga bordik. Birinchi mostga, hozir ikkinchi mostga boryapmiz. Rosa zo'r.
pastda ko'rsatgandan hozir yana bir marta ko'rsataman mana. Qo'yga o'ynayapmiz, ketyapti. 1 2 3 4 5 6 bir 10 tagacha sanadim, lekin 10 tadan ko'p. 10 tagacha sanadim men. Atmosfera rosa zo'r. Qolgan kemalarda diskota eshitgan atmosfera, bizda takoy jaz, tixi ketyapti, aka. Nima uchun? Zerikarli, ha? Bu diskota qandaydan zo'r bo'ladi. Хотя бы интересно bo'ladi. Yo, yaxshi. Menga yoqadi takoy texnik. Mayli, boshlandi. Keyingi mostda yana video qilaman. Tak, ikkinchi mostga keldik. Hozir shu pastidan o'tdik. Endi ikkinchi mostda ochilishini kutamiz. Ochiladi. Keyin sekin ketamiz. 4 ta bor dedingizmi? 4 ta bo'lish kerak. Uyqulari keldilar endi okamdan. Charchadilar. Kutamiz hozir. Spasibo большое. Pastda ham odamlar bor ekan, ha? 8 soat uchun zararli. Mana sekin buni ham o'tishyaptilar. Buni faqat bir tomon ko'tarilar ekan mana. Menga nimasi qiziq, katerlar, teploxodlar rosa ko'p bor-ku. Bunaqasi hali как будто poyga nimadir bo'lyapti-da, как будто. O'zingizlar ko'ringlar mana. Bu yoqda kamida bir 5-6 ta bor. Tomonda most tagida. Oy, bu vashshe to'lib ketgan bular. Короче, yo'lda probka deb o'ylaymiz-ku, unaqa emas ekan. Suvda ham probka ekan, do'stlar. Suv ham probka ekan. Hozir endi menimcha 3-mostga boramiz. Undan keyin 4-most hali bor, xullas. Yana ham ko'tarilyapti-ku. Menimcha oxirigacha ko'tariladi, to'xtaydi mana. 3-most tagidan o'tdik hozir. Endi 3-si ham ochiladi. Mana bu yoqdan bir tomondan ko'tariladi, adashmasam. Bu yoq yaxshi ozgina sveti bor. Video qilsa bo'ladi. Bo'ldi, bu ham ochildi 3-most. Endi hamma to'rga qarab ketyapti. Do'stlar, mana bu oxirgi 4-mostimiz. Endi ungacha bormadi, lekin menimcha shu 3tasidan eng chiroylisi mana shu 4-most deb o'ylayman. Ko'prigimiz ochildi. Ochib qo'ydi mana shu ertalabgacha. Nima deb o'ylaysizlar, baho beringlar. 4tasidan qaysi biri eng chiroyli? Men uchun mana shu 4-si juda yoqdi. Vashshe chiroyli. Endi baribir kamera peredasi qilib bilmaydi. Uzoq, birinchisidan, ikkinchisidan qorong'u. To'g'ri olib bilmaydi. Ozgina charchadim to'g'risi, sababi kecha yo'lda edim. Ertalab poyezdda to'g'ri uxlab bo'lmaydi, so'rovni. Bugun celый ish va mana kechga mana shunaqa dam olib aylandik. Da, zo'r, mazza, lekin baribir ham ozgina charchash bor. Biz tugatdik, soat bizda 2:30 bo'ldi o'zi. Hozir chiqamiz, tushamiz. Hali yo'q, vashshe. O'sha отключкаga ketyaptilar. Uxlab qoladilar hozir. Bu o'tiradigan joylari. Mana bu yerda bunda o'tirsak ham qo'lni qo'yib ko'rinadimi yo'q? Yo'q, ko'rinmaydi, yaxshi. Adak chotki. Tugatdik, hozir parkovka qilyapti. Chiqamiz, shu bilan menimcha videoni tugataman men. Ertaga agar qiziqarli biror joyga borsak, davom etaman videoni. 2-3 kun video olaman. Eng qiziqarli, eng yaxshi joylarni olib bitta katta video chiqaraman. 2-3 ta videoga bo'lib o'tirmayman. Bitta katta video bo'ladi, xudo xolasa foydali, qiziqarli bo'ladi deb umid qilaman. Do'stlar, biz tugatdik уже. 4 ta mostga borib keldik. Hammasi video davomida bor. Men qaytadan aytib o'tirmayman. Nima deyman, agar video yoqqan bo'lsa, yo'q, to'xtanglar, bu hali tugatish emas. Men boya aytdim-da, dada, boya aytdim, boya hali 2-3 kun mana shu yerdaman. Mana bari qoldi, o'zi tugataman deding. 4 kunlik nimam, endi charchadim aka, uyqum kelyapti-da. Esimga keldi birdaniga. 3 kun 4 kunda bo'ladigan o'sha qiziq samimiy takoy nima deydi, yaxshi joylarni olib, bitta katta video qilib, katta video qilaman. Kattami? Katta videomi? Balu bormi yo, balu? To'g'ri. Uyga boramiz hozir, bilmayman. Bo'ldi, gapirmayman boshqa.
uxlash kerak. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun Yo. do'stlar, salom. Bugun Piterda men 3-kunim, kecha 2-kun. Men vlog olmadim, sababi mayli bahona qilmay, esimdan chiqdi, to'g'risini aytaman. Bugun mana Piterda 3-kun, ertalab biz ishni boshladik. Ertalab emas, 12 bo'ldi. Nima, 100 litni nalichka qilishga keldik. Kecha 100 litni olishga borgandik, uni ham videosini olmadim, lekin Telegramda, Instagramda har kunlik nima ish qilayotganimni bo'lishib boraman. Mana Telegram, mana Instagram kirib o'tib ko'rishingiz mumkin. Bugun esa menga nalichka kerak, borib 100 litni nalichka qilib olyapman hozir. Mana bunaqa kripto kafelar bor Sankt-Peterburgda. Ali aka bilaman. Aka. Qayerga boryapsiz? Kripto? Siz ham kuchaydingiz lekin. Mana shu bizda mana shu joyda hozir kutib olishadi menejerlar. Tushuntiraman hozir, mana men keldim. Menejerga yozaman. Pastga tushadi. Liba meni ofisga taklif qiladi, men o'zim chiqaman. Va menga aytadi. Senga qancha kerak? Oddiy misol menga hozir 300 ming rubl pul kerak, 250 ming rubl pul kerak. Men aytaman, pul beraman, menga 100 ta beraman, nalichka ber. Хорошо. Kiramiz hozir. 100 ta beramiz, va menga nalichka beradi. Mana chiroyli ekan bu yo'li. Mana qarang. Takoy telefonlarda rasmga tushishi, ajda qilib rasmga tushadigan joylardan ekanda. Hozir xolos mana shunaqa joylarga keldik. Men endi ichkarini protsessni menimcha videoga olishga qo'ymaydi bular. Men harakat qilaman kadrlar olishga. Demak do'stlar, biz 100 ta olib bo'ldik. Nalichka kechirasiz. Nalichka olib bo'ldik, o'z ko'rsataman. Ko'p qancha vaqtimiz ketdimi? 240 ming yo'qda, 3050 dollarmi adashib shuncha 3020 dollar. 3020 dollar. Adashmasam bir 10 minut 15 minut vaqtimiz ketdimi? Qancha vaqt ketdi? Dogovor qilish uchun vaqtimiz ketdi faqat. Birinchi marta bo'lgani uchun dogovorda. Kecha men video olmadim-da, kecha men Piterda 2-kunimda video olmadim. Kecha biz borib 100 ta sotib oldik. Telegramda video qilganman. Mana bu olmoqchi bo'ldik, to'g'ri. Olmoqchi bo'ldik. Bir 100 ming rubl ham shuncha 100 ta olmoqchi bo'ldik. Chunki kecha kurs yaxshi kunda tushgandi. Bugun kurs qaytib ko'tarildi. Normalni ko'tarilgan, o'sha uchun nalichka oldik. Agarda shunayga olsak 79 kecha edi, bugun 82. 3%. 300 ming rublda bitta оборот 15 minut vaqt. Endi hisoblang 300 ming rublga 3% necha pul bo'ladi? 900 ming rublmi? 100 dollar past. Kunlik rasxodlarga yetib turadi demoqchiman-da, shu pullar shunaqa. Bu shunchaki birjani o'zi bilan hali biz olib 100 litni olib sotish yoki u оборот qilmasdan, prosta birjadan olib, prosta birjaga berishni o'zi bilan bu narsa. Qarachi soqa qilish deyapti. Qiynalmasin. Ha, qiynadingizlar. Odamlar sizlarni qiynadi. Pul qilsangiz bo'ladi qarachi. Shunaqa. Biz Piter mazza. Shuna chiroyli joylar bor. Menga yoqadi Piter. Nostalgiya. Bir vaqt men shu yerda yurgandim-da. Avtobusga pul yetmay. Avtobusga pul yetmay. 80 rubl bilan. 80 rubl bilan 3 kunimni o'tkazganman. Ishonasizlar, ishlaganman. Ishlamasdan men bunaqa narsa yo'q. Ishlaganman, mehnat qilganman, lekin 80 rubl pulim bor, boshqa pul ola olmaganman. O'sha uchun 3 kun yurganman, 80 rubl bilan 3 kun yurganman. Bitta pachka chipsini 2 kun yerdim, yarimtasini bir kun, qolgan yarimtasini ikkinchi kun. Mana shu kunlar o'tgan shu yerda. O'sha uchun yaxshi ko'raman Piterni. Mazza. Shu bilan ofisga ketdik. Ali aka ham delovoy. Xudo xolasa bitta marcha qilmoqchi olaman, deyapman. Do'stlar, bizda soat 1 bo'pti, 1dan 4 minut o'tgan. Hozir ishni tugatyapmiz. Sekin chiqib ketamiz. Kompyuterni ham hozir o'chirdik. Nimalar qildik bugun? Kontent yozdik, plan qildik, nimalar qilishimizni, xullas profillarning ustida ishlab, o'sha keyingi qiladigan qadamlarimizni tuzib chiqdik. Ishimiz shu. Bir kechasi, lekin sayyor, menga sayyor yozibdilar. Ishlayapti, sayyor ishlayapti, молодец. Birda bo'lsa ham ishlayapti. Bugungi kunni tugataman. Hozir uyga boraman. Dam olib, ertalab yana yangi energiya bilan turib, dalshi ishni davom etaman. Xullas, hozir ofisdan chiqdik. Narsalarni mashinaga yukladik. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bu ertaga syomka qilish uchun narsalar. Endi Ali aka ishlatadilar. Tam kamera qo'yadigan shtativmi, xullas shunaqa, 2-3 ta shundan. Bu menimcha Sved adashmasam, yana hozir kameralarni olib kelyaptilar. Nima uchun men chiqib, o'sha syomka qilish jarayoni, liba
shu videolarni olish jarayoni, videolarni yaratish jarayonini nima uchun men kirib o'zim po faktu praktika qilib ko'rib o'rganib chiqyapman. Oddiy narsa. Любой bir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib o'sha biznesmenning qo'lida ishlang. Chunki men ham shu narsadan o'tganman. Men biznes qilmoqchi edim. O'zim boshlaganman, u biznes o'xshamaganda, undan keyin men biznes qilishni xohlaganimda men bitta yaxshi maslahatni eshitganman, borib o'sha biznesmenning qo'lida 1-2 oy ishlagin, uning ishini ko'rgin, nima qiladi, nima qo'yadi, qaysi joyda qiyinchiligi bor, qaysi joyda kamchiliklari bo'ladi. Shu narsani bilib olasan va bilib boshlaganda shu xatoliklarni qilmaysan yoki shu xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun yoki ishni ob'yomini qiyinchiliklariga tayyor turib shu narsani bilib boshlaysan. Xullas, qisqa qilib aytganda ma'nosini o'zingiz tushunib oling. Gap qisqacha, biznes qilmoqchi bo'lsang, любой biznes, o'sha biznesmenni borib qo'lida 2-3 oy kamida, kerak bo'lsa 6 oy ishlagin, mehnat qilgin, o'rgangin va qiyinchiliklariga bardosh bera olasanmi, yo'qmi qilib bilasanmi, yo'qmi tushunib olasan. Xullas, menda shior shunaqa. O'sha uchun men kontentga ko'proq e'tibor beryapman va ko'proq kontentimni olib boryapman. Kontent yaratish, ya'ni vaqtimni ko'pisini shunga ajratyapman. Buni qilishim bu ham men uchun bir biznes. Biznesda narsa, men buni qilishim uchun men o'sha qiladigan insonning oldiga kelib, professional oldiga kelib, qo'liga shogird bo'lmasam ham, shogirdga tushmasam ham yonida yurib, ko'rib, birgalikda qilib o'rganib turishim kerak. Jarayon qanday qilinyapti, videoga olinishi va u narsani jarayoni xullas hammasi. Va bu narsa men uchun juda qadrli, sababi живой praktika deydi. Живой praktika bu tirik tajriba. Shu tirik tajribani hech kim sizga dars qilib o'rgata olmaydi, hech kim sizga kurs qilib, video qilib tushuntirib berib bilmaydi. Chunki bu po faktu bo'layotgan tajriba hisoblanadi. Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun Peterda meni 4-kunim va syomkaga keldik. Hozir videolarni boshlab oldik, video olish jarayonini. Bugun planlar bo'yicha 2-3 soat videoga olishimiz kerak va undan keyin men ham bugun o'zimni videoga olishlarim kerak. Men ham reels olishim kerak va ofisga boraman. Ofisda ham yana kechgacha ishlaymiz. Kun davomida qiziqarli informatsiyalar bo'lsa, qiziqarli momentlar bo'lsa, hammasini olib boraman videoga va bo'lishib boraman. Hozir esa video jarayonini sizlarga ko'rsataman. Syomka jarayonini ko'rsataman sizlarga. Svet beradigan, ismini bilmayman nima. Shtativ. Ikkinchi kamera, mikrofon, yana bu yerda kameralarni, mana bu obyektivi va hozir Vali aka syomka jarayoni. Bu motorlar saraton chaqiruvchi taksilar. Syomka jarayoni ketyapti. Bu motorlar saraton chaqiruvchi taksilar. Xullas shunaqa. Hozir ishni tugatamiz sizlar. Endi boshladik. 2 soatlarda tugatamiz. Keyin уже chiqib ofisga boramiz. Hammaga xayrli kech. Men bugun ancha ishlarni qilib bo'ldim. O'zimga syomka qildim, jarayonni videoga ololmadim. Kechasi bo'ldi. Kechasi soat necha bo'ldi bizada? Hozir ko'ramiz. 23:47. Ko'rinadimi yo'qmi? 23:47. Hozir men 2 soatdan keyin уже Moskvaga yo'lga chiqaman. Orqamda mana bunaqa medvedlar bor. Белый медведи nima deydi? Xullas 2-3 soatdan keyin yo'lga chiqaman, Moskvaga boraman. Ishlarimni tugatdim Peterda, hamma ishlarimni, qolgan ishlarni Moskvada davom etaman. Hozir men bitta joyga kelganman. Bu birinchi marta kelishim. Sizlarga ozgina obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Mana bu dizaynni rosa chiroyli qilishibdi. Agar o'zimizda biror burgerniydami, mana bu nima bor? Populyarniy общепитlar deydi-ku, populyarniy seyt общепит. Mana bunaqa O'zbekistonni buni tagidan, короче, men tushunishim bo'yicha просто ekran ketgan, целый kvadratniy ekran ketgan. Mana shu ichidan bu Rossiyani kartadagi formasini kesgan, xullas ustidan shu karkasni bir nima qo'yib kesgan. Mana shunday qo'yib O'zbekistonning formasini kesib, mana shunaqa reklama qilsa, menimcha bizning biznesmenlarga, tadbirkorlarga juda ham bir foydali dizayn informatsiya bo'lib qolsa, ko'rishinglar mumkin. Bu yerning ismi nima? Qayerni? Bu yerni. Vaqtda center. Lafta Center. Laxta Center ekan. Laxta Center. Gazpromni ofisi.
Vashi chiroyli ekanlik aka. Pastda birinchi, ikkinchi, uchinchi etajda примерно как я знаю, торговый центрcha qilingan общий доступga, a дальше уже доступ yo'q chiqadi. Chiqib ofis olmoqchi bo'lsam men, misol uchun, mana bu tepadan ololmaymanmi? Даже yo'q menimcha. Mayli. Hali ochilmagan. O'zlariga qilishgan avtomobilchilar. Lekin menga yo'qdi mana shunaqa joy. Xudo xolasa ofis olaman shu yerdan deb niyat qilib qo'ydim. Bitta narsa ko'rsataman. Men o'zi 1.76 da bo'yim. Qaranglar. Shu kelyapman mashina qaranglar. Bu bizada bilmayman qanaqa mashina, Lada Priora adashmasa. Endi qanaqa mashina bu, Lada Priorami? Lada Priora emas, Lada просто. Ha, Ladani o'zi ekanda. Qaranglar. Mani bu bitta oling, bitta mana, men bitta ko'rsataylik. Bitta oling. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Qayerdan kelyapti? Mana bu joy tizamdan kelyapti. Joyi yelkamiz o'rnidan kelyapti. O'rnidan kelyapti. Вообще qanday o'tirib qaytasiz? Вообще прикол bor. Вообще. Lekin bu ham bir yosh bola bo'lsa kerak, ha? Yosh bo'lsa kerak просто. Qoyil. Odamlarga e'tibori prям zo'r ekan, ha? Chistiy, top-toza, bitta ham musor yo'q, oddiy misol. O'tirishlari qaranglar, top-toza, spokойно. Беспроводное зарядник давай я покажу. Давай. Mana do'stlar, беспровод. Серьезно? Офигеть. Пошла зарядка. Kim qilib beradi mana shunaqa narsalar? Men uyimda yo'q bunaqa narsa. Har bitta mana bitta, ikkita. Короче, kattaligini qaranglar. Mana shu Вдоль полностью bu. primoy ketgan oxirigacha suv olay. Primoy ketgan oxirigacha u yoqdan bu yoqgacha до конца. Hamma skameykada bor, ha? Ya oldindagi berigovoyda bu. O'sha berigovoy, mana shu berigovoyni aytyapman-da mana. Berigovoyda полностью bu shunaqasi. Qo'yib chiq. Qo'yil. Mana bunaqa narsaga rosa qiziqdim lekin. Endi biznes boshlangan o'zi ko'ryapsan? Da, qanaqa biznes? Ha, endi bitta olib boradi, ha? Bitta mana shu qancha turadi? Bilmayman, aldamagay. Bitta shundan olib, Shu makalar minganlari 45 million turardi adashib. ikkita uchta shundan olib qo'yib yuborsangiz, arendaga berib, normal ishlab bersa kerak, ha? Yo'q. Yo'q, ha? Это чисто сезонный бизнес. Endi o'zbek bizda hamma narsani hisoblashimiz kerak. Bu yerda bular ham litsenziyasi bor, bularning pravasi bor. Ha, просто tak xohladim, oldim, qo'ydim, bunaqa narsa yo'q, ha? Mayli, tanish bilish bo'lsa qilardim lekin. Suvni qaranglar. Bir qadam, hech qanaqa перегородкасы yo'q. Просто keling, o'tirasiz, mazza qilib, dam olib. Beram boshlangan chuqur odam bo'yidan balandroq beram. Ozgina yo'roqda narsa qilingan. Bergan bitta nov qo'yilgan, skameykachada narsa qilingan, skameykada. Перегородка. Перегородкачада narsa qilingan. Чтобы дальше ketmasligi uchun. Yiqilib ketsa ham mana bu yerdan chiqib olish. Prolivmi, zalivmi qayerda deydi? Finskiy zaliv? Da. Mana shu yer. Mana shu yer, ha? Finskiy zaliv ana yo'qlar, полный endi. Men o'zim точно bilmayman, aldamaga. Sherlar bo'lishi kerak, to'sibcha. Lekin bitta ana yo'qdan dommi biror nima olsa olardimi lekin boru. 214 million. Офигеть. Men ko'rdim narxlarni. Mana qayerdan ovoz kelyapti? Mana lotkadan, ha? Qo'yil. Yo, atmosferani balkim kamera передать qilib bilmayotgandir. Lekin men to'g'risini aytaman. Вообще kayf, atmosfera prям ishdan chiqib kelasiz, dam olib, o'ylanib, ana qiladigan joyda o'tirib mazza qilib menga yoqdi. Xullas, ozgina o'tiramiz hozir, gaplashib, dardlashib, Kayf qilamiz. kayf qilib, короче, gaplashib, ha. Qanaqa dard bor? Xullas do'stlar, biz safarimizni tugatdik. Pitcherda hamma ishlarimni tugatdim. Har kunlik kunimni obzor qilib bordim. Qanday yezdeta olganimni, video olganimizni, reelslar olganimizni, ishlaganimizni ham, dam olganimizni ham hammasini videosini qildim. Ali akaga juda ham kattakon rahmat meni mehmon qilganlari uchun. Men bilan aylanishlarga bordilar, kemalarga chiqdik, mana bunaqa joylarga keldik. Ko'rishinglar mumkin, atmosfera juda ham chiroyli. Xullas, harakat qilaman yana ham ko'proq chiroyli mana shunaqa videolar qilishga, chiroyliroq gapirishga, chunki endi gapirishga o'rganyapman kameraga. No, endi bundan buyog'i ko'proq agar videolar qilib borsam, meni praktikam oshib ketaveradi va videolar ham yaxshiroq chiqaveradi. Xullas, rahmat, shu videoni hammaga rahmat. Oxirigacha kimlar ko'rdi, kimlar ko'rmadi, mana albatta like, podpiska, obuna bo'lib va kommentariy bilan qo'llab-quvvatlanglar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, yana qanaqa videolar qilishimni xohlardingiz yoki ushbu video qaysi joyi sizga mina yo'qdi yoki savolingiz bo'lsa, shunchaki yozib qoldiring. Men hammasiga keyingi videoda javob beraman. Sizlar bilan men Samoydin bo'ldi.
Keyingi videoda ko'rishguncha. Mashinani iti deydi-ku. Qani, bitta ko'rsating. Bu nima bu? Bu Ferrari, ha? Itti mashinasimi, mashinani itimi bu? Bu Balu bu. Balu. Balu. Bella. Otu bu deydimi, nima deydi? Ya'ni men Bu yerda pashkuna buni. mana Ana uni bosgin. Hech kim yo'qmi? Ha. Shunday o'tirib haydab ketsam, ha? Aka haydamaydi. Просто yo'q qo'yganlar. Tirishchasini. Da, bunaqa mashinalar atmosferaga vid beradi va ozgina insonga motivatsiya beradi. Shuning uchun men prям vau bunaqa demayman, lekin harakat qilaman. Xudo xolasa, shunaqa mashinalar olishga ketdik, aka. Qanaqa mashin bu? Ferrarimi? Ha, Ferrari. Menimcha yo eski ham emas, Yo, eskisi emas. prям Legoga o'xshaydi, ko'p nima, igrushkaga o'xshaydi, ha? Da. Chunki ko'zimiz o'rgangan, mana bunaqa oddiy mashinalarga ko'z o'rgangan. Interes. Yaxshini ham do'ka yarim davlat. Da. Xudo xolasa. Mana shunaqa joylar mana Laxta Center uch ko'rinmaydi. Sizga rahmat aka, dushi. Mana bu yoqda parki bor. Shunaqa xullas. Poyezdda endi Moskvaga. Poyezdga Moskvaga yo'l olaman. Masanga maslahat bergan bo'lardim. Aha. Ne только faqat Peterni Ha. ertadan kuningni olib ketaverishni. Moskvadan ham. Da, toshda nima qilyapsan, qanday qilyapsan, o'zingga odatda o'tkazib olishni. Bo'ldi. Odatda o'tkazib olsang, kontent ketaveradi-da. Chunki chiqarsang ham, chiqarmasang ham bu videolar ko'radigan odam topiladi o'zini. To'g'ri, aka. Quloq solaman. Xullas, meni profilimni hozir to'g'risini aytaman, Ali aka yurg'izyaptilar. Rezultatni o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Endi men ishonaman, как specialist. Nasib, inshaalloh. Xudo xolasa endi nima deyman? Ali akaga rahmat birinchisi o'rinda. Va maslahat berardim. Realni kim brend bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, чисто o'zimni adushi nima deydi? Откровенный chin qalb yurakdan maslahat. Olib boringlar brend. Informatsiya nomerlar qoldiraman, balkim shu video 2 million, 3 million bo'lib ketsa. Mayli real gapiraylik, 100 ming bo'lsa хотя бы. Da. Bo'ldi, rahmat hammaga. Men videoni o'chiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'lasiz. Sağ ol.